Hammaga hello bolalar obunachilar. Sizlar bilan yana o'sha Asalbek. Bugungi kunda bolalar biz nima qilamiz? Qaranglar, akkauntda 21 ta keys bor. 21 ta keysga limit tushira olamizmi? Agar tushira olmasam ham like bosib qo'ying, tushirsam ham like bosib qo'yasiz degan umiddaman jigar. Xo'sh, bolalar, 21 ta keysga limit tushirish juda ham qiyin bo'lganligi uchun agar limit tushira olsam, kimlarningdir akkauntlariga lednik open case qilib beraman. Taktikasini o'ylab qidirib ko'ramiz. Hozir lednik ustidan bosamiz, bitta kilchat, bitta bu, keyin kilchat, qaytadan birinchi daraja, qaytib kilchat, bu, qaytib birinchi daraja, teng qilamizda. Eng oldui taktika serebroning ustiga bosib bittalik yuboramiz. Agar bolalar tushadigan bo'lsa, adushi zo'r bo'ladi. Ovqatlanayotganlarga yoqimli ishtaha, xo'sh, yopish, keyin men ham taruz yeyotganim. I'm sorry. Video agar keyin vallahi уже taktika galaktika bor narsa bolalar. Qaranglar, nima qildim? Ledning ustiga bosdim, maksimal daraja bu, qaytardim maksimal darajada bu. Keyin eng pastga tushirib, serebroni bitta bosib, bitta unchalik go. Vallahi lednik tushdi. Qaranglar, tushdi lednik. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, lednik. Yana 7 plus. Papka. Adushi zo'r. Короче, bolalar, hammaga rahmat. Bot akkauntda open case bo'ldi. Agar normalniy bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yasiz. Normalniy bo'lmagan bo'lsa ham like bosib qo'ying. Chunki biz 50 ta obunachiga erishdik. Stream berishni boshlayman. Xudo xohlasa hammaga chao, kakao.